Koreyani o'zida yetishtirilgan jenshin inson organizmiga kuch baxshida etuvchi, yoshartiruvchi, immunitetni oshiruvchi, go'zal yoshlik va navqironlik baxsh etuvchi mo'jiza hisoblanadi. Bu jenshin yil davomida iste'mol qilib yurgan odam uchun hech qanday kasallikka chalinmaydi. Har qanday yuqumli kasallikka chalingan insonlar bilan birga turgan holatda ham kasallik yuqmaydi. Organizmning immunitetini oshirib, sizga tashqaridan kelayotgan viruslarni yuqishiga yo'l qo'ymaydi. Ko'proq qariyalarimiz hamda o'rta yoshdagi odamlar iste'mol qilishlarini tavsiya etardik. Hech qachon quvvatsizlik, holsizlanish holatlarini sezmaysiz. Kuchingizga kuch qo'shib beradi. Ko'pchilik savol beradi, davleniyasi borlar ham ichsa bo'ladimi deb. Albatta ichsa bo'ladi. Tez sovqatib, oyoq qo'llari muzday bo'lib yuradigan insonlar uchun ham juda foydali.